Bugungi kunda yoshlar ta'lim tarbiyasi har qachongidan ko'ra muhimroq sanaladi. Chunki ijtimoiy tarmoq zamoni, internet nafaqat yoshlarni, kattalarni ham buzib qo'yyapti. Chunki ming afsuski, bugun ijtimoiy tarmoq ba'zi kishilarni uyini ichkarisida hattoki tug'ishgan farzandi, o'g'ildir, qizdir, ota-onasi haqida, ota-onasi hozir qilayotgan qiliqlarni farzandni oldida ko'rsatib bo'lmaydigan qiliqlarni millionlagan xalqqa va butun dunyoga ba'zida sharmanda bo'lib qolishiga sababchi bo'lyapti. Tarbiyachi ota va ona yoki ularni o'rnini bosuvchi kishilar ekanimizni yana bir bor eslatamiz. Biz o'rganib qolganmiz yoshlarni ayblashga, xulqi yomon ekan, buzuq ekan, beadab ekan deymiz-u, lekin ota-onasi haqida ko'pincha eslanmaydi. Farzandlar yoshligida ota-onani oldida erkatoylik qiladi. Erkalik o'zi vaqti bo'ladi. Shu erkaligini munosib erkalaydi. 5-6 yoshgachadir, 10 yoshgachadir. Endi sekin jamiyatga qo'shilayotganda vazifa beradi, uni nazoratini qiladi. To'g'ri yurish, to'g'ri turish, to'g'ri taomlanish, to'g'ri kiyinish, pokiza yurishga ota-ona o'zi birinchi amal qilib farzandlarni ham shu narsaga odatlantiradi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kullu mavludin yuladu alal fitra. Hech kimni farzandi axloqsiz bo'lib dunyoga kelmaydi. Har bir dunyoga kelgan farzanddan jannatni isi keladi, jannatni hidi keladi. Ota-onasi uni yoki nasoro yo yahudi yo majusiy qilib tarbiyalab qo'yadi deydilar. Farzandni ayblashdan oldin ota-ona o'zini holatini o'rgansin.